Hammaga bugun 4-darsimizni boshlaymiz. 4-darsimizda zeriz va zera haqida o'rganib olamiz. Zeriz degani va zera degani ma'nosi bor degan ma'noni bildiradi. Zerizni va zerani farqi shundaki, bor deydigan, misol biror yerda nima borligini aytib berishda zeriz va zeradan foydalanamiz. To'g'rirog'i, agar o'sha biror yerda bir dona narsa bor bo'lsa, zerizdan foydalanamiz. Agar ikki va undan ortiq narsa bor degan ma'noda ishlatmoqchi bo'lsangiz agar, zeradan foydalanamiz. Bu yerda qoidasini ko'rib o'qib olishingiz mumkin. There is deyilgan qayerdadir bir dona narsa bor bo'lsa, shuni aytib berishda ishlatamiz degan qoidamiz bor va undan so'ng, ya'ni there is so'zidan keyin bir dona narsa kelishi kerak. Misol uchun, on the table degani stolni ustida degan. Bu joyni bildiradi. Biror joyda biror narsa borligini ko'rsatib aytib bermoqchi biz endi. There is a book on the table. Demak, stolni ustida bitta kitob bor degan ma'noda keldi. Esdan chiqmasin, there is dan so'ng ko'pincha an artikel keladi. Qachonki mana bu ot narsa sanaladigan bo'lsa. Ba'zan sanalmaydigan so'zlar ham kelib qoladi. Ularni there is bilan ishlatasiz. Misol uchun, suv, shunga o'xshash so'zlar, guruch kabi kelib qolsa, demak siz ishlatasiz there is water in the sea. Dengizda suv bor. Keling, shuni ham yozib beraylik. There is water in the sea. Dengizda suv bor degan ma'noda ishlatsangiz agar, shu gaplarni tuzasiz. Ya'ni dengiz bu yoqda joy vazifasini bajaryapti, joyda esa nima borligini aytganda ishlatamiz. Bu yoqda esa on the table joy vazifasini bajaryapti va joyda nima borligini aytib beryapmiz. E-book qo'yilgani sababi bu yoqda kitob sanaladi. Shuning uchun sanaladigan ot kelsa har doim bir dona degan ma'noni beradigan so'zni qo'yishimiz kerak. Xo'p, ana endi zera haqida gaplashamiz. Zera esa qayerdadir ikki va undan ortiq narsa, ya'ni ko'p narsa borligini aytganda ishlatasiz. Xonada 10 ta o'quvchi bor dedik. Misol uchun, xonada deganimiz in the room. In the room deb aytib ketdik. Misol, 10 ta o'quvchi bor xonada degan ma'noda aytdik. Ya'ni qayerdadir ikki va undan ortiq narsalar bor bo'ldi. U narsalarga nisbatan biz zeradan foydalanib gapni tuzib aytib bersak bo'ladi. Xo'p, ana endi qanday qilib gap tuzishni ko'ra olamiz. Ya'ni 3 xil shaklda, darak, inkor va so'roq shaklida gaplar tuzishni ko'rib olamiz. Ushbu yozilgan birikmadan foydalanib turib siz gap tuzsangiz bo'ladi. Ya'ni bu formulada biroz qiynalishingiz mumkin. Shuning uchun gap tuzishga yordam beraman. Har doim darak gapni aytmoqchisiz, ya'ni misol uchun qayerdadir nimadir bor, bir dona nimadir bor deb aytmoqchisiz. Shu formuladan foydalanib ishlatsangiz bo'ladi. There is an apple tree. Misol uchun, in our garden. In our garden degani bizni bog'imizda degan. Demak, aytib ko'ramiz, tarjima qilib ko'ramiz. Demak, bor dedik, bitta olma dedik, olma daraxti dedik, bizni bog'imizda. Demak, tahlil qiladigan bo'lsak, there is keladi. Undan keyin esa bir dona narsa keladi. Bir dona narsamiz kelgan va joy qayerdaligini aytib keladigan so'zimizga javob beradigan so'zimiz bor. Ya'ni there is an apple tree in our garden. Bog'imizda olma daraxti bor deb darak gapni berdik. Yoki bog'imizda boshqa xil narsalar bor. Bog'imizda ikkita qo'y bor yoki bog'imizda bitta ot bor degan ma'noda gaplar tuzmoqchi bo'lsangiz, there is mavzusidan foydalanishingiz mumkin. Ikkita emas, bitta bo'lgan narsalarga nisbatan ishlatasiz. Xo'p, inkor gapi, ya'ni bog'imizda misol olma daraxti bor, lekin banan daraxti yo'q deb aytmoqchisiz yoki misol shunga o'xshash gaplarni inkorligini aytib bermoqchisiz. Xuddi shu formulamizdan foydalanib olasiz. Misol, there is not an apple tree in our garden. Xo'p, bog'imizda olma daraxti yo'q demoqchisiz. Bemalol shu gapda to be'dan keyin, yordamchi fe'limizdan keyin not qo'shimchasini qo'shib ishlatsangiz bo'ladi. Ya'ni bu gapimizni inkor qiladi. Asosan bu narsalar rasmlarni tasvirlashda kerak bo'ladi. Ya'ni rasm tasvirlayapsiz, misol qaysidir speaking imtihoningizda bu joyda falonchi narsa bor, bunaqa narsa bor deb aytmoqchisiz. Agar o'sha bor degan narsangiz bir dona bor bo'lsa, demak bemalol there is dan so'ng ishlatsangiz bo'ladi. Ya'ni there is yoki there is not kabi gaplarda tuzsangiz bo'ladi. Ana endi men yoki kimdir sizdan savollar so'rayapti. Rasmda bu bormi yoki qayerdadir mana bu bormi degan ma'noda o'xshash savollarni beryapti sizga. Ya'ni xonangizda bitta doska bormi, xonangizda televizor bormi, xonangizda konditsioner bormi degan so'zlarni bermoqchi.
bemalol shu so'zdan foydalanishingiz mumkin. Yana o'sha yordamchi so'zimiz, ya'ni yordamchi fe'limiz yordamga keladi. Bizga o'sha so'rov gapimizda tuzib bergani is there hop, keling sal o'zgartiraylik. A TV in your classroom mayli. Xonangizda televizor bormi deb aytdi birov. Misol uchun sizning xonangizda televizor bormi deb so'radi. Endi javob berasiz. Yes deysizda, bu yoqda qanaqa qilib so'ralgan bo'lsa, is va there bilan so'raldi. Demak, siz ham ha bo'lsa yes, there, is kabi javob berishingiz mumkin. Agar yo'q bo'lsa, no bo'lsa agar, no, there is not kabi javob bersangiz bo'ladi. Ya'ni qisqa savol javob deb aytiladi bu. Bemalol ha bor, ha yo'q degan ma'noda javob bersangiz bo'ladi. Agar tushungan bo'lsangiz, kommentariyada birorta gap yozib qoldirsangiz, tekshirib beraman. Ana endi zera so'ziga o'tamiz, zera qismiga o'tamiz. Zera bilan qanday gaplar tuzamiz? Hozir buni ham xuddi zerizdek qilib o'rganib olamiz. E'tibor bering. Zeriz qanaqa tuzilgan bo'lsa, zera ham xuddi shunaqa, faqat farqi mana bu yoqda zera deb ishlatilganidan so'ng narsalar bo'lib keldi. Sababi zera deganimizdan keyin ikki va undan ortiq narsalarni bor bo'lganligini aytib berishimiz kerak. Qayerda nima borligini aytib berganimizda va ko'pligidaligini aytib berganimizda zeradan foydalanasiz. Xo'p, bu yoqda bir dona narsa edi, bu yoqda esa narsalar. Endi gap tuzishga ko'ramiz. Misol uchun bizni xonamizda 10 ta stulcha bor yoki 10 ta parta bor desak, nima deymiz? There are 10 keling stulchalar bo'lsin. Chairs in our classroom mayli. Classroom. Bizni xonamizda 10 ta stulchalar bor degan ma'noda aytdingiz. Bemalol gapni tuzib ketsangiz bo'ladi. Ya'ni siz o'zgartiradigan joy mana bu yoqdagi narsalarni o'zgartirsangiz bo'ladi. Mana bu joyini o'zgartirsangiz bo'ladi. Xonamizda dedik-a. Xo'p, keling shuni xonamizda emas, uyimizda desak qanaqa bo'ladi? In our home. Yoki yotoqxonada desak, yotoqxonamda deylik, in my bedroom. In my kitchen. Yoki in my bathroom. Kabi so'zlardan foydalanib gaplar tuzsangiz bo'ladi o'zingiz ham mustaqil ravishda. Ana endi zera notni ko'rib chiqamiz. Agar bunga tushunmagan bo'lsangiz yoki biror joyda tushunmovchiliklar bo'lsa, so'ranglar kommentariyada, javob qaytaraman qachon ko'rsam ham. Boshladik. Ana endi inkor gapni aytib bermoqchimiz. Misol, yana o'sha rasm tasvirlab turibsizda yoki ikkita rasmdan farqini topib turibsizda speaking imtihoningizda, bemalol shu mavzudan foydalansangiz bo'ladi. Misol, ikkita o'rdak birinchi rasmda bor, ikkita o'rdak ikkinchi rasmda yo'q. Shu kabi gaplarni tuzib bermoqchi bo'lsangiz agar, qayerdadir narsalar yo'qligini ko'rsatib aytib bermoqchisiz, bemalol zera notdan foydalansangiz bo'ladi. Demak, zera not va narsalar deb buni ishlatib ketamiz. Boshladik, gapni tuzishda ko'ramiz. Zera not, misol uchun sumkamda kitoblar yo'q deb javob bersak, gapimizni tuzib bersak, zera not books in my bag. Sumkamda kitoblar yo'q. Mana bu ham joyini bildiryapti. Qayerda desa sumkamda deyapti. Sumkamda kitoblar yo'q degan ma'noda gapni tuzdik. Yoki misol yotoqxonamda televizor yo'q deb tuzmoqchi bo'lsak, yo'q, televizorlar yo'q deb tuzaylik yaxshisi. There are not TVs in my bedroom. Kabi gaplarni tuzsangiz bo'ladi, o'zingiz ham mustaqil ravishda. Ana endi are there so'zi bilan savol berishni o'rganamiz. Ya'ni uyingizda kitoblar bormi, sumkangizda kitoblaringiz bormi, ruchkalaringiz bormi, qayerdadir degan ma'noda gaplarni savol shaklida so'ramoqchimiz. Bemalol shu shakldan foydalanamiz. Boshladik. Are there. Misol uchun narsalar bo'lganligi uchun biz har doim o'sha ko'plikdagi narsalarni ishlatib berishimiz kerak. Are there pens deylik on the table. Ya'ni stolni ustida ruchkalar bormi dedik. Ana endi bunga nisbatan javob beramiz. Yes desak, bu yoqda qanaqa so'raldi? Are va there degan so'zdan so'raldi. Bemalol javob berganda ham yes there are yoki yo'q demoqchi biza. No, zera not kabi javob bersak bo'ladi. Mavzu unchalik qiyin emas. Bemalol o'zingiz ham o'qib qolib ketgan joylarini
o'rganib, yana gaplar tuzsangiz bo'ladi. Asosan sizga rasm beriladi. Misol, birinchi rasm nimadir farqi borda, keyin esa ikkinchi rasm bo'ladi. Ana shu narsalarda ishlatganingizda bemalol ishlatib gapni tuzib kelaverasiz. Misol uchun, birinchi rasmda bitta o'rdak bor, lekin ikkinchi rasmda esa misol 3 ta o'rdak bor. Nima deb aytasiz? Bir yo'la speakingda ham o'rgatib ketib qolaman. Xo'p, qarang, misol uchun bir dona narsa borga bo'lganligi uchun aytamiz nimadan? There is a duck in the first picture. Ya'ni birinchi rasmda bitta o'rdak bor dedingiz, ammo ikkinchi rasm biroz boshqacharoq. Ya'ni ikkinchi rasmda biroz ko'proq. But there are 3 ducks in the second picture deb gapni tuzib bersangiz bo'ladi. Bu ko'pincha boshlang'ich darajadagi speaking imtihoniga to'g'ri keladi. Demak, ikkita rasm beriladi. Shu kabi siz gaplarni tuzib, gapirib, speakingdan yaxshi baholarni olib o'tishingiz mumkin. O'ylaymanki, mavzuyimiz tushunarli bo'ldi deb, endi biroz mashqlarimiz bor bu yoqda. E'tibor berasiz quiz 1 ga. Endi biz buni ko'rib olamiz, tarjimasini qilib olamiz imkon qadar. Demak, eng yaxshi variantni toping debdi. Bu yoqda under the table degani stol tagida degan. Stol tagida. Endi qaysi biri bo'lishi mumkin? Bu yoqda ket deb sizga kalit so'zi berib qo'yibdi. E'tibor berayotgan bo'lsangiz agar, deb kalit so'zi berib qo'ygan. Xo'p, ana endi ket bo'lganligi uchun zera, ya'ni ko'plik belgisi bor bo'lganlarni chiqarib tashlaymiz. Xo'p, qizil rangga bo'yayman. Ana endi bu gapimiz darak gapda yozilgan. Xo'p, birinchi ko'plik belgisini chiqarib olamiz. Darak gapda yozilganligi uchun so'roq gapda kelgan shaklni ham chiqarsak agar, variantimiz bitta B variant qoladi. Demak, mana shu variant sizga to'g'ri variant bo'ladi. Ya'ni there is a cat under the table. Stol tagida mushuk bor degan ma'noda tarjima qilsangiz va ishlasangiz bo'ladi, bemalol xato chiqmaydi. Ana endi bu yoqda e'tibor berasiz, 3 ta kitoblar deyapti. On the desk degani partaning ustida. Demak, partaning ustida 3 ta kitoblar bor. Ya'ni ko'plik belgisi keladi, ko'plik so'zlar kelsa, ko'plikdagi narsalar kelsa, demak, zera kabi so'zdan foydalanishimiz kerak. Gapimiz darak, chunki hech qanaqa not qo'shimchasi qo'shilmayapti yo gapning oxirida so'roq belgisi berilmayapti. Demak, darak gapda bo'ladi, ko'plik belgisida bo'lish kerak. Birlikni ko'rsatadigan there is yoki shunga o'xshash so'zlarni chiqarib boramiz. There is yoki is there degan so'zlar ketdi. Bu gapimiz darak bo'lganligi uchun D varianti ham chiqib ketadi, chunki D variantimiz so'roq shaklini formasida tuzilgan. Demak, variantimiz shunisi to'g'ri bo'ladi. 3-kvizni ko'rib olamiz bu yoqda. 3-kvizda esa an apple turibdi, ya'ni bir dona narsa. Sumkamda bitta olma bor. Bu gapimiz ham darak gap ekan. Demak, chiqarib yuborishni boshlaymiz. Bu yoqdan bir dona narsa bo'lganligi uchun ko'plikda turgan variantlarni birinchi bo'lib chiqarib olsak, o'zimizga qiyin bo'lmaydi. Eslatib o'taman, mana bu kabi hech qachon is va zeya, yana ar degan so'z kelmaydi. Ya'ni bitta gapda is ham, ar ham kela olmaydi. Buni ham chiqarib yuborsak, yaxshi, bizga noto'g'ri javoblar kamayadi. Ana endi ko'plik varianti qoldi, yana bitta ar zeya deb buni ham chiqarib yuboramiz va B variantimiz bizga to'g'ri bo'ladi. Quiz 4 ga o'tamiz. Bu yoqda 5 ta o'quvchilar deyapti. Biz sinfxonada 5 ta o'quvchilar bor degan ma'noda aytyapti. Bu gapimizda ham not qo'shimchasi yoki so'roq belgisi yo'qligi uchun gapimiz darakda shaklda bo'ladi. 5 ta bo'lganligi uchun ko'plikda bildiradigan so'zimiz qoladi. There is bir dona narsa bo'lsa ishlatamiz. Bu variant chiqib ketdi. Is there bir dona narsa bo'lganligi uchun ishlatamiz. Bu ham chiqib ketdi. There'dan keyin am, ya'ni a ga nisbatan ishlatiladigan to be ishlatilmaydi va variantimiz B variant qoladi. Xo'p. 5-mashqni ko'ramiz bunda. Qaysi gap to'g'ri yozilgan deb yozilgan. Ana endi e'tibor bering. Birinchi gapdan tahlil qilishni boshlaymiz. Xo'p, there are a dog in the garden. Endi tarjima qilamiz. Bitta it deb qo'yibdi. Bitta degan ma'noda kelsa, bu there emas, there is bo'lishi kerak edi. Demak, bu gapimiz xato chiqarib yuboramiz. Keyingi gapga o'tamiz. There is 2 cats debdi. Bu yerda ikkita mushuklar bor debdi. Bu yerda ikkita mushuklar bor. Demak, bu gapimiz ham xato, sababi ikkita bo'lganligidan keyin mana bu is arga o'zgarishi kerak edi. Bu variantni ham chiqarib yuboramiz.
D variantni ham e'tibor qiling. Bu yoqda bitta olma deb qo'yibdi. Stol ustida bitta olma bor deb bu yoqda are ishlatibdi. Aslida bitta bor bo'lsa, is bo'lishi kerak edi. Ya'ni there isdan foydalanish kerak edi. Bu variantimizda C javob to'g'ri. Mavzu tushunarli bo'ldi deb umid qilaman. Hammalaringizga rahmat. Good luck.